Jahon IT jamoasiga qo'shiling. Tezlik bilan kichik guruhni tugatib, katta guruhga o'tishimiz kerak. U uchun nimalarni topshiramiz? Hamma o'zi mustaqil tayyorlanib topshirib ketaveradi. Men mavzularni tushuntiraman. Kim oldinroq topshirsa, katta guruhga o'taveradi. Katta guruhga o'tganlar, masalan, front-end tugatsa, birinchi diplomini, keyin back-end tugatsa, keyin diplomini olaveradi. Katta guruhga o'tish vazifalari. Saytni ham o'zi tashlab beraman. Birinchisi, kompyuter savod xonligi doirasida nimalarni bilishimiz kerak? Batafsilga kirsak, birinchi, papka yaratish va ichida fayllarni yaratish, nomlash, xullas mana shular. Fayl nomlarini to'g'ri yozish, lotincha, bo'shliqsiz yoki nomiga qarab, masalan, loyihalar papkasiga loyihaga mos nom qo'yilishi, xullas mana shu narsalar. IT sohasidagi bilimlaringizni oshirish uchun bizning kanalga obuna bo'ling. Kim bo'lmasa, telefoniga virus tushsin. Keyin zip va arxiv fayllar, USB va fleshka bilan ishlash, Google Drive orqali fayllarni almashish. Keyin klaviaturadan tez yozish. Minimum 1 daqiqada 80 ta belgi, 80 ta so'z emas, belgi. Biz tez yozishni ko'rdik. Tez yozish mashqimiz, endi nuqta ham, nimalar ham, belgilar ham harf hisobiga ketadi. Minimum 1 daqiqada, maksimum emas bu. Minimum eng kamida 80 ta yozib bilishimiz. Xuddi shu tartibda keyingisi internet va xavfsizlik, keyingisi Microsoft Office, ya'ni Word, Excel, PowerPoint. Men bularni alohida bugun ertaga videolarni YouTube'ga joylayman. Ko'rib o'rganasizlar. Bularni vaqtimizni yo'qotmaymiz. Gruppaga tashalgan. Rasm va video montaj qilish. Ya'ni har biri bo'yicha alohida video qilib chiqaman. Mana birinchi bo'lim bo'yicha, ikkinchi, uchinchi. Shu tartibda mana AI bilan ishlash, menimcha sizlarda AI bilan ishlash muammo emas. Hosting va domain o'rgataman bularni hammasini. Monetizatsiya, kiberxavfsizlikda ancha o'rganib qoldingizlar. To'g'ri parol qo'llash, xo'sh, startap va loyihalar, keyin tezkor challenge. Mana shundagi narsalarni mana bu yerda qadamma-qadam topshirib, o'zlaringiz mustaqil men darsda tushuntiraman, videosini joylashtiraman, sizlar o'rganib, kim tezroq topshirsa, yuqoriga o'taveradi. Ya'ni startda boshladik birga hammamiz, 4 talamiz. Kim oldinga o'tsa, katta guruhga o'tkazaveradi. Xafa bo'lish yo'q, kim kechga qolsa orqada qolaveradi. Endi asosiy mana bu joyga qaraymiz. Amaliy loyihalar mavzularini ko'rish uchun bosing degan tugma bor. Ustiga bossak, boshqa platformaga o'tdi, e'tibor bering. Bunda yakuniy loyihalar topshirig'i. Mana bu yerda baholash mezonlari bor ekan, ya'ni nimalarga qarab baholanadi yaratgan loyihalarimiz. Xo'sh, bu loyihalar ro'yxati ekan. Loyihalar ro'yxatiga kirsak, mana. Xo'sh, nechta loyiha bor ekan? 50 ta loyiha bor ekan. Endi 50 ta loyihadan ajratib olamizda to yakungacha. Bu sun'iy intellekt bilan yaratiladigan oson loyihalar. Hammaga majburiy birinchisi portfolio veb-sayt. Bu hammada bo'lishi kerak. Bu loyihalarni qanday tayyorlanishi bo'yicha alohida video qilib beraman. Keyin ichidan katta guruhga o'tish uchun har oy, masalan bugun 8-oy, may bo'lsa 9-maygacha mana shuni ichidan o'tmasliklaringizdan qat'iy nazar 10 ta loyihani o'zlaringiz yaratib, tayyorlab, yig'ib qo'yib menga topshirasizlar. Baholaymiz. Masalan, mana AI, ko'psi AI ekan. Bu loyihalarning nomi inglizcha turibdi, o'zbekchasini. Xo'sh, bu yerda inglizcha ketibdi. Hozir o'zbekchasini ham joylashtiraman. Xullas, mana shu yerdan tanlab olamiz va 10 ta loyihani topshiramiz. Tushundingmi? Men bu loyihani qanaqa yaratish, ketma-ketligini ham bitta-bitta tushuntirib boraman. Xullas, bir oy ter to'kib o'qiymiz va qiyin emas, qiziqarli hammasi va katta guruhga o'tamiz. Katta guruhda 3 oyda yozgan pulga nasib bo'lsa tugatishimiz kerak. Eng zo'r
Jahon IT jamoasiga xush kelibsiz.